Assalomu alaykum do'stlar. Siz KinoTime'dasiz va bugun e'tiboringizga 2023-yilda suratga olingan Noideal robotlar filmini taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. New Mexico 2032-yil. Qandaydir yuqori mansabli shaxs AQSh va Meksika chegarasini teng ikkiga bo'lib turuvchi devor qurilishi nihoyasiga yetganligini ma'lum qiladi. Qachonlardir bu yerda minglab odamlar nelegal yashashgandi, biroq hammasi ortda qoldi. Menimcha ular Amerika orzusi bilan nargi tarafga o'tishga ulgurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa kerak. Nutq tugagach farrosh robotlar yon atrofni tozalab qo'yishadi. Qatoq uchishga kelgan yigit to'satdan yiqilib tushib, chiroyli ketib olgan qiz bilan tanishib qoladi va u bilan romantik munosabatlarni boshlaydi. Oradan biroz vaqt o'tgach o'sha yigit kolyaskani yig'olmayotgan ayolga yordam beradi va ayoldan minnatdorchilik oladi. Biroz o'tgach farrosh robotlarga ko'zi tushadi. Ulardan biri ishdan chiqishni boshlaganligi sabab o'zi ham axlatga aylandi. Ishxonaga kirgach xo'jayini bo'lgan o'gay otasi bilan salomlashadi. Qariya uning yaxshi o'g'il ekanligidan va onasiga doim gullar keltirishidan juda mamnun bo'ladi. Qatoqdagi qiz bilan tunda uchrashishga kelishgan Charles uyga qaytadi va u yerda uni Charles kutayotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu egasining o'rnini egallay oladigan C2 nomli robot ekan. Charles joniga tekkan majlislardan qutulish uchun ataylab robot nusxasini yasatib olgandi. Oxiri yo'q hisobotlar, qizlar bilan bo'ldi-bo'lmadi suhbatlar, bularning unga keragi yo'q edi. Uni faqat paqapaq qiziqtirardi xolos. Ertasi kuni tongda Charles yangiliklarda kompaniyaning bosh analitiklaridan biri uyida egizak robotini saqlayotganligi uchun 28 yil ozodlikdan mahrum qilinganligi haqidagi xabarni eshitadi. Bu qonun bo'yicha qat'iyan man qilingandi. Bu xabardan so'ng Charles C2 bilan bir vaqtda uydan chiqmaslikka qaror qiladi. Tunda esa C2 boshini aylantirib tayyor kompot qilib bergan qizlarning oldiga keladi va ishni bajarib bo'lgach, qatoqqa yo'l olib, eski hunari yordamida Elaine ismli yana bir jonon bilan tanishadi. Uyga qaytgach robotiga uni oila a'zolari bilan tanishtirmoqchi bo'lgan qizga silliqqina bortini berishni buyuradi. O'zi esa ochilmagan qirralari yordamida yangi tanishgan qizining suvini oqizishga kirishadi. Karnay chalish deysizmi? Bowlingda strike urish deysizmi? Og'izdan chiqqanda muhayyo qilish deysizmi? Hammasi uning uchun qiyin ish emasdi. Umrida hech qachon bunday tuyg'ularni his qilmagan yigit ilk bor bu tunni unutilmas qilishga qaror qiladi. Biroq tunlardan birida uning eshigini qoqishadi va tashqariga chiqqach ko'zlarini qamashtirib, Fober agentlarni ichkariga kirgizishni talab qilishadi. Charlie bu uning do'sti Ashley ekanligini tushunadi. U uyda egizak robotni saqlayotganligidan boxabar edi. Ashley ularning ikkovi bilan ham ko'rishadi va do'mboq ularga o'z ninjalik mahoratini ko'rsatadi. Shu sabab C2 uni ninja deb ataydi. Bu paytda uyga qaytib kelgan Elaine uning robot egizagi E2 kutib oladi. Elaine uning kuni qanday o'tganligiga qiziqadi va aqlli gaplari bilan uni zeriktirib qo'ygan Charlesga bir kecha qoqtirishini so'raydi. E2 qizning boshqa bir o'ynashlari qo'ng'iroqlardan tushgan pullar hisobotini beradi va Elaine ulardan kelgan sovg'alarning pullarini hisoblagach, pas o'ynashlari bilan aloqalarni yig'ishtirishga qaror qiladi. Charles esa bu vaqtda ishga kelarkan, ichida chaqaloq bo'lgan kolyaskani urib yuborishiga sal qoladi va o'zini juda qo'pol tutadi. Ishga kelgach, sevimli o'g'il rolini bazo'r o'ynaydi. Otasi esa uning boshqarma a'zosi bo'lmasligi hal qilinadigan majlisga taklif qiladi. Gap shundaki, majlis vaqti uning Elaine bilan uchrashishi kerak bo'lgan vaqtga to'g'ri kelardi. Bu esa albatta Charlesga yoqmaydi. Uyga uchib kelgan yigit C2 ga majlisga borishni buyuradi. Robot esa uydan bir vaqtda chiqmaslik haqidagi qoidani eslatadi. Biroq jononning bo'lishkalari ishqida yonayotgan yigit xavf-xatarga tupurib qo'ygandi. Robotga manzilni bergan Charles Elaine bilan uchrashgani jo'naydi. Birozdan so'ng manzilga kelgan yigit unga eshikni ochgan xizmatchini ham nazarga ilmay, ichkariga kirib xonalardan biridagi chiroqni o'chiradi va ichkarida uni kutayotgan jononga buyurtma qilgan chuvalchang sho'rvasi kelganligini aytadi. Biroq shu onda chiroq yonadi va uning oldida majlisga yig'ilgan kompaniya boshqaruvchilari o'tirganligini ko'radi. O'gay ota yer yorilmadi, yerga kirmadi-ya. Xonadan otilib chiqqan Charles manzillarni adashtirib yuborganligini tushunadi. Elaine esa bu vaqtda o'ynashlardan olgan sovg'alarni lombardda pullarkan, C2 va E2larning uchrashuvlarini tomosha qiladi. Ularning g'itchillashlarini ko'rib mazza qilgan sotuvchi qizdan videoni ham sotishni so'raydi. Biroq buni o'ylab ko'rish kerak edi. Bu vaqtda Alomatxon va Po'latbeklar shu kungacha his qilishmagan ishqalanish hissini tuyishadi. Ertalab Charles egizagi bilan bog'lana olmaydi.
Bu vaqtda Elaine ham E2 bilan aloqaga chiqa olmaydi. Ikkovi ham Elainening uyiga kirishgach, bir-birlariga duch kelishadi. Oldiniga kechagi tun haqidagi taassurotlarni ehtiyotkorlik bilan ifodalashadi. Shu onda ularga qo'ng'iroq qilgan robot egizaklari bir-birlarini sevib qolganliklarini va androidlar huquqlari odamlarnikiday darajada bo'lgan Meksikaga jo'nab ketayotganliklarini xabar qilishadi. Bundan kelib chiqadiki, Badnik va Alfonsni qiz varianti bir-birini kiydirmoqchi bo'lishgandi, biroq itni ham xayoliga kelmaydigan ishlar bo'lib ketdi. Elainening bundan qattiq jahli chiqadi, biroq Charles uni tinchlantirib, egizak robotlarni saqlaganliklari uchun ancha vaqtga qoziqqa o'tirishlari mumkinligini aytadi. Biroz gaplashib olishgach, robotlarni bitta odam yasaganligini aniqlashadi va o'sha odamning oldiga yo'l olishadi. Yo'l bo'yi Charles o'z faxri bilan maqtanishni unutmaydi. Uning mashinasi AQShda shunaqa rangga ega bo'lgan yagona pikap emish. Elaine esa unga E2 dan hammaning ham tagiga kirib chiqavermaslik uchun foydalanishini va eng saralanganlargagina o'z darvozasini lang ochib berishini ma'lum qiladi. Ular ustaning oldiga kelishadi. Bu yangilikni eshitgan erkakning tepa sochi tikka bo'ladi, sababi egizak robotlarni yasaganligi uchun uni ham kattagina qoziqqa o'tkazishlari aniq edi. Faqat bitta yo'l, ya'ni robotlarni topib ularni yo'q qilish qolgan edi. U GPSdan foydalanib qochoqlarni topadi va juftlikdan unga yordam berishlarini so'raydi. Hojatxona bahonasida vannaga kirgan Charles Ashley Ninjaga qo'ng'iroq qiladi va ular yo'lga chiqishadi. Manzilga yetib kelishgach, Zak yigitga qurol beradi va sevishgan robotlar joylashgan xonani ko'rsatadi. Ularning nima bilan mashg'ul ekanliklarini tushungan Elaine ichkariga bostirib kirib, egizagini o'chirib qo'yadi. Charles ham shunday qiladi. Ularni furgonga joylashgach, egizaklari qo'lga kiritgan boyliklarni olish uchun xonaga qaytib kirishadi. Kutilmaganda xonada paydo bo'lgan Ashley ularni yaxshilab qiynaydi va ularning robot yoki inson ekanliklarini aniqlashning yagona yo'li shu bo'lganligini aytadi. Ular odam ekanliklarini isbotlashga urinishayotgan vaqtda o'zlariga kelgan robot furgondan tushib, mashinalarni uxlatib ketishadi. Elaine qahrotiga minadi, biroq nima ham qilishardi. Biroz so'kinishib, uy-uylarga tarqalishadi. Ertalab ishga kelgan Charles majlisga kiradi va o'gay otasi unga dam olishni taklif qiladi. U qilgan ishlar uning o'zida emasligini ko'rsatib turgandi. Buning isboti o'rnida uning aniqrog'i C2 ning yarim tunda ofisni poqiga bulg'agan videoni ko'rsatishadi. Erkak uyga qaytib kelgach, unga Elaine qo'ng'iroq qiladi. U bilan uchrashgani borgan yigit egizagini yo'q qilishga tayyor ekanligini ma'lum qiladi. Bundan so'ng qiz hojatxona bahonasida u yerdan ketadi va yigitning mashinasini uxlatib qochadi. Ayni shu damda kafedan chiqib kelgan haqiqiy Elaine Charlesning egizagi uxlatgan mashinasiga yeta olmay qoladi. Robotlar ularni yana chuv tushirishdi. Ular hozirgina egizaklarga rejalarni gullab qo'yishgandi. Biroz o'tgach, Charlesning mashinasidan chiqqan E2 Elainening mashinasiga o'tirayotganligini ko'rishadi. Ular robotlarning ortidan tushishadi va ularning Meksikaga yo'l olganliklari haqidagi xabarni olishadi. Uning ortidan esa egizaklari uyushtirgan o'g'irlik videosi keladi. Ana endi paytavalarga qurt tushdi. Charlie o'gay otasining o'rmondagi uyda tunab qolishni taklif qiladi va uyga kelishgach, yaxshilab o'rnashib olishadi. Elaine Charlesdan farqli o'laroq o'zini yaxshi uy bekasi sifatida ko'rsatishni boshlaydi. Charles ham bekor o'tirmasdan biroz qittak qilishni taklif qiladi va tun quvnoq ziyofatga aylanadi. Ertalab Charles qayta bo'yangan mashinasini ko'rsatadi. Mashina bir ahvol ko'rinsa-da, o'ziga ortiqcha e'tibor tortmasdi. Yigit nonushtaga baliq yeyish taklifi bilan daryoga yo'l oladi. Biroq qo'li ketidan chiqqan yigitning baliq ushlashidan zerikkan qiz bu ishni to'pponchasi bilan hal qiladi qo'yadi. Nonushtadan so'ng Meksika tomonga yo'l olishadi. Chegaradan uzoq bo'lmagan joyda ularni politsiya to'xtatadi. Biroq baxtni qarangki, mashinaning orqa farasini tozalashni maslahat bergan politsiyachilar ularni shunchaki qo'yib yuborishadi. Politsiya ularni qo'lga olmaganligini ko'rgan Elaine ularni qidiruvga bermaganliklarini va ular olgan video va foto lavhalarni robot egizaklari ataylab uyushtirganliklarini va aslida hech qayerga ketishni istamaganliklarini tushunadi. Hozirda esa o'zlarini odamday ko'rsatib, mezza qilib yashashayotgan edi. Juftlik Charlesning o'gay otasining uyiga borishadi va egizaklari turmush qurmoqchi bo'layotganliklariga guvoh bo'lishadi. Bundan shokka tushgan juftlik farrosh robotlar niqobi ostida uyga kirib olishadi. Ular kelin-kuyovlarning suhbatini tinglashadi. Ularning raqslarini tomosha qilishadi va ortlaridan kiyim almashtirish xonasiga kirib, ikkovini ham nokaut qilib, orqa oynadan tashlab yorib, furgonga yuklashadi. Qirg'oqqa yetib kelishgach, robotlarni suvga uloqtirishadi, biroq navbat E2 ga kelganda qiz undagi tilla taqinchoqlarni yechib olishni istab qoladi. Robotlar o'zlariga kelishgach, E2 o'rnidan turib qochishni boshlaydi. C2 esa suvdan qalqib chiqadi va Charles E2 dan xo'rak sifatida foydalanishni taklif qiladi. Biroq Elaine egizak roboti hech qachon bunga rozi bo'lmasligini aytib, Zakning oldiga borishni taklif qiladi. Ma'lum bo'lishicha, unda Elainening yana bir egizagi bor ekan. U aynan shu shart bilan qizning egizagini yasashga rozi bo'lgan. E3 ni olib chiqqan Zak uni Charlesga moyil qilib qayta dasturlaydi. Bundan so'ng Elaine E2 uchun video yozadi. Buni ko'rgan robot sevgilisi bunday qilishi mumkinligiga ishonmaydi, biroq isbotni inkor qilish mumkin
mumkin emasdi. Jahli chiqqan robot mashruqasi oldiga uchadi va yo'lda uni politsiyachilar ko'rib qolishadi. Uning tezligidan hayratga tushgan sherif uni quvlashni boshlaydi. Zakning uyiga bostirib kirgan esikki to'y ko'ylagiga o'rab tashlangan mashruqasini topadi. Politsiyachilar ham vaqtida yetib kelishadi va 4 talasini ham qo'lga olishadi. Ularning robot ekanligini bilib olgan sherif ularning oldiga kirib jinoyatni fosh qilganligi uchun unga xalta pullar, ularga esa 40 yil turma muddatini berishlarini aytib, qulayroq o'rnashib olishlarini maslahat beradi. Robotlarning ahvoli esa bundan da og'ir. Ular endi axlatxonada uchrashishlari mumkin edi xolos. Sherif uyga ketgach, odamlar va robotlar o'zaro suhbat qurishadi va robotlar birga halok bo'lishga tayyor ekanliklarini aytishadi. Sababi sevgi ular uchun hayotdagi eng muhim narsa edi. Ular sevgisiz odamlarday yashagandan ko'ra, sevishgan robotlar bo'lib o'lishni afzal ko'rishadi. Charles advokatiga qo'ng'iroq qilmoqchi ekanligini aytib, aslida ninja do'stiga qo'ng'iroq qiladi. Biroz o'tgach, sherif yordamchisiga jinoyat haqida xabar qilishadi. Ayol ketgach, mahkamaga kirgan Ashley 4 o'g'lonni ozod qiladi. Ular Meksika chegarasi tomon yo'l olishar ekan, kelajakdagi rejalarini muhokama qilishadi. Biroq chegara xizmatchilari ularni to'xtatib, faqat robotlarnigina o'tkazib yuborishadi. Shu paytda ortlaridan politsiyachilar ham yetib kelishadi va ularning robot emas, odam ekanliklarini ko'rishgach, sherifning postagini yaxshilab qoqishadi. Charles va Elaine'lar chimoq-chimoq qilishadi va bundan so'ng taqdirning charxpalagidan hayratga tushgan holda haqiqatdan turmush qurishadi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.